Rahmat, dada. Birinchi qism. Voy. Bo'ldi qilding-ku. O'zingdan ko'r qobil. Dadam qayerda qoldilar? Nega hanuzgacha kelmayaptilar? Ha, hech kechikmasdilar. Biron nima bo'ldimikin, Hafiza? Bo'ldi Niko. Charchadingmi? Menimcha bugun dars bo'lmaydi. Ustoz ham negadir kelmadilar. Ko'ngildagidek ish bo'ldi. Assalomu alaykum. Voy, tezroq hamma joyda. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Shovqin solmang. Bu bola kim? Bolacha Bu kim bola ekan? kim? Bilmadim. Dada, kim bu bola? Bolalar, jim. Uyg'otib yuborishingiz mumkin. Shovqin solmang. O'zi yaqindagina uxladi. Qani, endi esa darsni boshlaymiz. Xo'p, Xo'p bo'ladi. bo'ladi. Voy, Yo'q. Unday qilma, iltimos. Hammasi yaxshi, bolajon, yig'lama. Mana ola qol. Bo'ldi. Voy. mashalloh. Dada, bolalarni o'tishda sizga yetadigani bo'lmasa kerak. Bolalar, bugungi darsimiz tugadi. Xo'pmi? Xo'p, Xo'p, ustoz. Xo'p, ustoz. Voy. U kimning bolasi, dada? Xo'p, ustoz, nega uni bu yerga olib keldingiz? Uni ota-onasi qayerda? Uning ismi Umar. Do'stimning farzandi. Xotini shifokorga borish kerak ekan. Shuning uchun do'stimga ko'maklashay degandim. Ha, shunaqami? Subhanalloh. Nima bo'ldi, dada? Mutlaqo unutibman-ku. Jamoatchilik idorasida muhim ishim bor edi. Hademay yopilib qoladi. Nima qilsam ekan? Mayli, dada, siz boravering. Umarga o'zimiz qarab turamiz. Rostdanmi? Buni uddalaysizmi? Albatta. Axir u kichkina bo'lsa, bu muammo emas.
Inshaalloh. Ketavering dada. Xavotir olmang. Umarga yaxshilab qarang, xo'pmi bolalar? Voy, Assalomu alaykum. va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Davomi bor.